Kelinoyim qachon ovqat pishirarkan? Kim biladi, bu kelning örsib 2 soatdan beri bitta ovqat yemayapti-yu. Doim mana shunaqa, hech qachon vaqtida ovqat yemaymiz bu uyda. Assalomu alaykum. Havoyi tinchlikmi? Va alaykum assalom, keldingmi o'g'lim? Asila qizim, xonangga kelib darslaringni o'qib tur qizim. O'g'lim, endi senda bitta jiddiy gapim bor. Endi o'zingdan katta bo'lsa ham uylanaman deding, bolam sevib qopti, yaxshi ko'ribdi deb olib berdim. Mana 3 yil bo'ldi. Bitta farzandni tug'ib bera olmadi senga. Endi bitta gap, ajrashasan. Voy, bu nima deganingiz? Men xotinim bilan ajrashaman deb uylanganim yo'q. Mana 8 yil, 10 yil sabr qilgan oilalar bor-ku, bizga endi 3 yil bo'ldi. Sabr qilsak, Alloh berib qolar, oya. Ajrasha olmayman. Hali sen o'sha tug'mas xotiningni deb onangga qarshi chiqyapsanmi? Gap tamom vassalom. Meni desang ajrashasan. Bo'lmasa bitta uyda olib chiqib ketib yashayverasan. Tug'magani yetmagandek na vaqtida ovqat bo'ladi, na vaqtida kir yuviladi. Idish tovoq hamisha o'rsib yotadi yo'qsiz. Kirlar taxlanmagan, dazmollanmagan. Tug'maganiga yarasha hech bo'lmasa shu ishlarni qilsa ham jindek ko'ngling eriydi. Nahotki endi shu ishlarga ham yaramasa bu xotining, tug'mas xotining. Tong otganin sira bilmaydi, tushlarida kunduz yig'laydi, uyqusida yostiq silaydi, tirnoqqa zorayon, tirnoqqa zorayon. Beshik yasab qo'ygan onasi, tirnaladi ko'rsa yarasi, xabar kutar har oy orasi, tirnoqqa zorayon, tirnoqqa zorayon. O'tir. Uni soxta ko'z yoshlariga ishonma. Jon bolam, aylanay bolam, men ham senga dushman emasman, onangman. Qo'yvar shu qisir xotiningni. Men senga 18 yashar enasi o'tmaganidan averaman. Qatorlatib tug'ib beradi. Aylanay bolam. Ya ha kızım. Tekli kızım. Ha tekli mi kızım? Ayaz biraz dedim ya. Yok, kimse demem dedim. Ondan sonra bir tane şöyle damlar gelin kızım. Şikayetleri yapacak, yapacağım. Bottu mu kızım?